Arzon notebook so'raganmidinglar? Unda kutib olinglar. Arzon notebooklarimiz. Mana bu notebookimiz parametri shu yerda yozilgan. Pauzaga bosib qo'yib ko'rib olasizlar narx-navo parametrlarini. Mana hamma yo'g'i ishlaydi. Dastavkasi bepul. Sovg'asi yo'q. Bu notebookimiz ham mana Lenovo notebooki. Mana narx-navo hammasi yozilgan. Hamma yo'g'i ishlaydi. Buni ham garantiyalari 3 oyga beriladi. Xo'p, Zabihullo. To'xtang, almashtirish joyiga keluvdim. Yo'q. Xo'p, keyingi notebookimiz ham Lenovo 15.6 dyuym ekran. Hozirgi videodagi hamma notebookimiz 15.6 dyuym ekranlari. Hamma joylari butun, garantiyalar hammasiniki garantiyasi bor. Protsessor 4 yadro 4 potok kuchli protsessor bo'ladi. SSD qo'yib berish xizmatlarimiz bor. 128 SSDlarga 256 GB qilib berishimiz $20 bo'ladi. Narxlar ancha qimmatlab ketib qolgan. Hozirgi 2026-yilda fevralda mana bugun 15-da videoga olyapmiz. Hozirgi bugungi narx shunaqa. $20 ga 128 GB xotiralarda 256 GB, 256 GB da 512 qilib berishimiz $30 bo'ladi. Hop, qaysi notebooklar? Bu notebooklar mana HP notebooki 15.6 dyuym ekran bu ham ishlaydi hamma yo'g'i. Mana parametrlari bu yerda yozilgan. Hop, keyingisi bu ham Lenovo notebook 15.6 bu ham hammasi 15.6 qayta aytib o'tirmaymiz. Pentium protsessor. Do'konimiz Toshkent shahar Malika bozorida onlayn xarid qilsanglar bo'ladi. Anchadan beri ishlab kelamiz. Ishonchli, hammasi sifatli. Bu 4020 bu notebookimizda mana shunaqa joyda mana kichkinagina mana shunaqa joyi bor. Keyin shu yerda mana tak ishlashga ta'sir qilmaydi. 15.6 dyuym. Hop. Keyingisi ekran artmabmiz. Mashina ekrani tiniq IPS ekran. Qarang, mana bunaqasiga qaraganda ham bir xil ko'rsatadi, bu yonboshdan qaraganda ham bir xil ko'rsatadi. IPS ekran shunisi bilan yaxshi jihatlari. Normal holatda. Usti laminatsiya, tagida kichkina mana shu yerda qirilgan joyi bor-da, arzimas. Chiroyliroq tursin laminatsiya qilib qo'ydik. Hamma notebookimiz narxlari yozilgan, dastavkasi shu narxning ichida bepul. Undan tashqari yana boshqa assortimentlarimiz ham bor. Kelib ko'rib olib ketsanglar ham bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, nomerlarni tashkil etib, mana shu atroflariga nomer qoldirib qo'yamiz.